Men ichkariga kirmayman lekin. Chaqirgan, belgilagan joyingizni ko'ring bo'ldi. Chaqirgan joyingizni ko'ring bo'ldi, belgilagan joyingizni. Ana, tashqarida zapravkani oldidan o'rgansanlar-ku. Haftasi margaz qiling mashinangizni. Bitta mashina men turibman zapravkani oldida, xola. Sariq zapravka. Sizni qolaydi, rasman baraka topdi. Endi qayerdan bilaman, mendan xolamisiz, onamisiz, opamisiz, qayerdanmi, nima dey? Baytani ichida o'rganki, baytani kirib turib, tashqarida ajdaniya beryapti. Hop, bo'ldi, men sizga hozir ko'rsataman qayerda urilganini. Men 20 yillik kliyentman-da, odam ahmoq qilib gapirmasdan. Bo'ldi, opa, chiqingchi, bir 20 yillik klient bo'lsangiz, bir ko'raychi sizni. Qayerga chaqirganingizni? Odam kasal holida ko'chada bo'lsa, ko'chada taklif qilib turardim. Men yozaman, hozir. Nima yozasiz? Shikoyat yozaman men. Qamat bormisizmi chiqib? Gap o'ynamayman, baraka topsin, men sizni siz ortiqcha gapsiz qo'yasiz. Siz keling, men oldinga men sizga ko'rsataman qayerga chaqirganingizni. Siz birinchi kelib ko'ring-da, keyin gapiring. Men olib bormayman men sizni, bo'ldi. Qayerga chaqiribsiz? Haydang mashinani. Haydamayman mashinamni. Nega haydamaysiz? Haydamayman. Nega unda ajdaniya beryapsiz? Nima bo'lmasa ajdaniya beryapsiz? Xo'p, men qayerda turibman ekan? Nima ajdaniya beryapsiz? Nima qilishim kerak? Men chaqirib. Haydang mashinani. Haydamayman men. Haydamayman. Yo'q. O'zi отказ qiling. 500 so'mni ham qaytaring. Nimaga men sizga qaytarishim kerak? Men sizga kelyapman 3 kilometrdan. Qilgan muomalangiz uchun ham olib bormayman. Kerak emas. Bo'ldi, kerak emas. Teshib chiqsin o'sha pul. Xo'p, mayli. Kimdan haq bo'lsa o'shani teshib chiqadi. Teshib chiqsin, iloyim. Bo'ldi. Boshqa gaplarga gapirmang. Haydang mashinani. Haydamayman men, opa. Nima, meni pulimni olib qolaverasanmi bo'lmasa? Men nimaga sizni pulingiz